hammomda sodir bo'lgan dahshatli voqea haqida eshitganmisiz? Estoniyada deyarli 1 asr oldin qurilgan, hozirda tashlandiqqa aylangan ushbu hammomga 4 ta o'smir do'stlar borishadi. Voqeaning boshida ular devordagi yozuvlar, xonalardagi eski oyoq kiyimlardan boshqa hech qanaqa shubhali narsalarni sezishmaydi. Kimdir bu joyda yashashiga ham hech qanday ishora yo'q edi. Lekin 20 daqiqa o'tgach, ular eshigi mato bilan yopilgan xonaga duch kelishdi va u yerga kirib ko'rmoqchi bo'lishdi. Again, Tapi sila no vuole se non dico se ne cosa. Qui c'è. O'smirlardan biri u yerga fonus nurini tushirganida kimnidir yovvoyi qichqirig'i eshitildi-yu, lekin hech kim kadrda ko'rinmadi. Ovozga keladigan bo'lsak, u juda ham yovvoyi tarzda eshitilgan bo'lsa-da, u o'sha yerda yashovchi odamdan kelgan va bu odam mehmonlarni yoqtirmaganidan shunaqa qilib baqirib ularni cho'chitgan bo'lishi mumkin. Eng qizig'i, bu do'stlar guruhi ushbu tashlandiqqa 2016-yilda sodir bo'lgan mana shu dahshatli voqeadan keyin qaytib kelishmabdi. Lekin undan ham qiziqrog'i, mana shu odamlarning o'rnida siz bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha